Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Hörmətli televizor görüşlər, aldıqlarımız diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Xitay təcavüzçülərinin Korulda İslami kiyim giyganlarını tutqun qıldığanlığını elan qılıb uqtırış qılğanlığı haqida xəbərimiz. Şundaqla Türk Sayahat Öməkinin Ürümçiga kirgizilməyənligi Türkiyədə qattiq g'ulg'ula qo'zg'algani haqida xəbərimiz oldu. Şundaqla Türkiyədə 65-ci növbətlik hökumət rəsmi quruldu. Bu vaqtki xəbərimiz şundaqla İslam Dünyası Ammavi Təşkilatları yığınının 21-ci növbətlik yığını Malayziyada elib verildi. Bu yığınğa Türkiyədə fəaliyyət edib veriyotgan Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi Hidayətullah Oğuzxan Uyğurlar vakalətində qatnaşdı. Bu və bunun başqa xəbərlərimiz diqqətinizdə oldu. Diqqətinizlər ekranımızda olsun. Korluda İslami kiyim giyganlarni tutuş buyruğu düşürüldü. Xitay təcavüzçiləri Korlu şəhərində İslami kiyim giygan ayollarni tutqun qıldığanlığını elan qıldı. Xitay dairələri Korlu şəhərində İslami kiyim giygan ayollarning ağır oqibatga duchor bo'lganligi haqida təhdid xarakterlik ogohlantirish uqtirishi chiqargan. Bu uqtirish ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgandan keyin kuchlik norozilik va bas munozara qo'zg'adi. Bu uqtirishqa Nashbut Chechki aholilar komitetining imzo va tamg'isi berilgan bo'lib, 2016-yili 5-oyning 19-kuni chiqarilgan. Uqtirishda mundaq deyilgan: yuqorining o'rinlashtirishi bilan Korli shahri bo'yicha umumyuzlik holda shakli o'zgargan yog'liq chekkan, yog'liq oldiga kichik qisquch ilg'onlar, yog'liq ichiga posmi kiyganlar, jilbob shaklidagi kiyim kiyganlar, Uyg'urlarning an'anaviy kiyim kiyish odatiga mos kelmagan holda kiyingan xonim-qizlar ayollarga nisbatan tutib o'zgartish xizmati boshlandi. Uqtirishning davomida yuqorqida kiyinganlarning og'ir oqibatga qoldiganligi eskartilib, mundaq deyilgan: agar yuqorqidagi ahvollar bilan munosabatlik chorlash xodimlariga tutilib qolsangiz, barliq oqibatga mas'ul bo'lasiz. Bu qatimgi xizmatning oqibati og'ir bo'lib, tutib olingan aholilarga jarimani qo'yish, kimligiga chekit qo'yib, nuqtaliq boshqarish obyekti qilish, o'zgartish faoliyatiga qatnashtirish qatorliq jazo tadbirlari qo'llanildi. Aniqki bu uqtirishda islomiy kiyim-kechaklarga ochiq oshkora jang e'lon qilinib, tahdid selingan. Qiziq yeri uqtirishda tilga elingan Uyg'urlarning an'anaviy kiyim kiyish odati degan so'zlar bo'lib, islomiy kiyim kiyish Uyg'ur an'anasiga xilof, aksicha shariatga xilof holda yerim yalang'och kiyinishni an'anaviy kiyim deb burmalab tushuntirilgan. Xitoy bir tarafdan islomga jang e'lon qilsa, yana bir tarafdan islomiy qimmat qarashi va Uyg'ur an'analarini burmalagan. Xitoy bundan burunmi islomiy kiyim-kechaklarni kamsitadigan, cheklaydigan har xil belgilama va ta'tir tashviqotlarni elib bormoqda edi. Türk sayohat ömeki Ürümchiga kirgizilmadi. Xitoy doiralari pensiyaga chiqqan ilmiy xodimlardan tashkillangan Türk sayohat ömekini Ürümchi aerodromida tutib qilib, Ürümchiga kirgizmadi. Xitoyning bu qilmishi Türk matbuotlarida qattiq ayıblendi. Türkiye Akşam To'rining 23-may xabar qilishicha, o'tgan juma kuni bir sayohat shirkati tarafidan uyushtirilgan Xitoy sayohatiga qitilgan 15 kishilik bir Türk sayohat o'maki Ürümchi tamojnasidan kirgizilmagan. Bu o'mak saqchilar tarafidan necha soat tutib turilgan. Ular yeshil pasportliq va vizaga ehtiyoji yo'q turuqliq Ürümchiga kirgizilmagan. Orqadan Qozog'istonning Almuta shahri orqali Turkiyaga qaytarilgan. Demelishga chiqqan akademiklar va davlat ma'murlaridan tashkil topgan bu o'mak Istanbul Atatürk aerodromiga yetib kelgandan keyin muxbirlarga duch kelgan ahvollarni aytib bergan. Sayohat o'makidagilar munolarni aytgan. Tamojni rasmiyati bajarish navbati bizga kelganda hech qanday sabab ko'rsatilmasdan 1 soat saqlatildik. Bu jarayonda bizga tamoq tayyorlayotganliklarini aytdi. Bizga polo tarqatib berdi. Tamoqimizni yegandan keyin turk o'joqlari bilan munosabatimiz borligini bildirib, bizni kayniga qaytirib etadiganliklarini uqtirdi. 10 soat kutish uyda turdik. Hojatxonaga borgan cheg'imizdimi bir Xitoy saqchisi kaynimizdan agishib yurdi. Xitoy saqchilari bizga nihoyat qo'pol muomala qildi. Bizga qilingan bu muomalalar Turkiyaga qilingan haqoratdir. Biz buni qattiq ayiblaymiz va hargizmi qabul qilmaymiz.
Türk ocaklarida vazifa o'taganligini bildirgan Osman Oktay ismli kishi meningcha u yerda ismlarimiz bor ekan, lekin buni Türk ocaklari tashkillamagan. Türk ocaklari 1911-1912 yillardan beri Türk dunyosiga ko'ngil bo'lib keldi. U yerda yashagan insonlarning dardlariga ko'ngil bildigan bir organdir. Hech bir yerda bunday muomalaga uchirmagan edik. Xitoy saqchilarining muomalasini Turkiyaga qilingan haqorat deb qarayman degan. Türk ocaklari Xitoyni ayıplab bayonot e'lon qildi. Türk ocaklari bosh shtabi Xitoyning Türk sayohat o'mikini Urumchiga kirgizmaganligini ayıplab bayonot e'lon qildi. Aralarida Türk ocaklarida vazifa o'tayotgan kishilar bo'lgan bir Türk sayohat o'mikining Urumchi aerodromida tamojindan kirgizilmasligi Turkiyada zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Türk ocaklari bosh shtabi bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni tovandikicha. Aralarida Türk ocaklari markazining nazoratchilik organining boshlig'i Osman Oktaymi bor bo'lgan tamamen yeşil pasportlik 15 kishilik bir o'mak 2016-yili 20 may kechida Xitoy Xinjiang Uyg'ur Abtonom rayoni deb at qo'ygan Sharq Turkiston uchun planlangan sayohat doirasida Urumchi aeroportiga yetib boradi. Pasport kontroli asnosida kirish tamg'isi besilmasdan bir chetda o'ltirg'izib qo'yilgan o'makning atrofini askarlar qorishib oladi. Hatto hojatxonaga berib kelishigami askarlarning nazorati ostida ruxsat berildi. O'makka rahbarlik qilgan kishi orqama-orqa savol so'roq qilindi. Hech bir sabab ko'rsatilmasdan davlatga qabul qilinmaydiganligi, kelgan aeroplan bilan orqaga qaytarildiganligi va bu aeroplan 4 kun keyin keldiganligi sababli bu jarayonda mehmonxonada saqlab sirtqi chiqarilmaydiganligi aytildi. Tashqi ishlar ministrligimiz ahvoldan xabardor qilinib, sababini surishti qilib turib olishi bilan aeroport saqchi boshlig'i o'mak rahbari Aydindan siz Türk ocaklari a'zosimi? Bu o'makning Türk ocaklari bilan munosabati bormi degan mazmunda savol so'raydi. Boshqalar bilan birlikda o'zigami ijozat berilmaydiganligi aytildi. Dastlabda kelgan aeroplan bilan Qirg'iziston yoki Qozog'iston orqali Turkiyaga qaytishi kerakligi keskin shaklda uqtirildi. Buning bilan askarlar chambaraki ostida uchish bo'limiga elib berildi va qattiq tekshirishlardan keyin chegirdan chiqarilib Olmutaga yo'lga selindi. Turkiyadagi eng uzun tarixga ega bo'lgan ommaviy tashkilotlarning biri bo'lish sifatimiz bilan Türk vatandaşlarına qilingan bu muamelini kuchlik ayıplaymiz. Shuning bilan birga Urumchi aeroportida yuz bergan hodisalar Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga bo'lgan andishimizni texmo kuchaytdi. Acaba Xitoy hukumati rayonda Türk ocaklari mansublarining ko'rishini xolamagan qanday bir bostirish siyosatlarini yurgizyotdi? Bu munosabat bilan savolimizning javobini izlashni, Uyg'ur turklarining aqalli kishilik huquqlariga qartilgan tajovuzchilik siyosatlarini Türk va dunyo jamoatchiligiga yetkazishni davomlashtirganligimizni yana bir qatim jakarlaymiz. Yevropadagi o'smirlarning ikkinchi qatimliq dala faoliyati. İkinci növetlik Yevropadagi Sharq Turkistonlik o'smirlar dala faoliyati Shvetsiyada elib berildi. Dala faoliyatiga Gollandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Finlandiyada yashayotgan Uyg'ur muhojirlarining farzandlari qatnashdi. İkinci növetlik Yevropadagi Sharq Turkistonlik o'smirlar dala faoliyati Shvetsiyada elib berildi. Dala faoliyatiga Gollandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Finlandiyada yashayotgan Uyg'ur muhojirlarining farzandlari qatnashdi. Bu dala faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Abdullah Saidi apandini ziyorat qildik. Abdullah apandi bu faoliyatning qisqacha tarixi va bu yilgi faoliyat haqida ma'lumot berdi. Uyg'ur ko'chmanlari Yevropadagi har qaysi davlatlarda tarqoq yashaydi. Har qaysi davlatlarning ichidagi Uyg'urlarmi shu davlatlarningki o'xshamagan viloyat, o'xshamagan o'lka, o'xshamagan shaharlarda tarqoq yashaydi. Mushu boşluqni ko'zda tutib biz 2015-yili 1-oyda Finlandiyadagi jamiyat mas'ullari, Gollandiyadagi jamiyat mas'ullari, Shvetsiyadagi jamiyat mas'ullari bo'lib 7-8 nafar mas'ullar Gollandiyaningki Amsterdam shahrida yig'in chaqirib, shu yerda shu ikkinchi avlod yetishayotgan Uyg'ur farzandlarining o'zaro tunishishi, o'zaro aloqa bog'lashishi, kelajak avlodninki bu Yevropa davlatlarida rishtalarini mahkam bog'lashi qatorliq nuqtalarni ko'zda tutib
2015 yıldan başlap her yılı bir devlette almışıp Uyghur yaş ösmirleriga kamp yazlık lager faaliyeti uyuşturup biriş planını ortaya koyup biz bu faaliyetini devamlaştırış için bu yıl mı Şivisiye'de bu faaliyetini ikinci ketim elip bardık. Bu faaliyette asaslık bizden küçeydiğimiz şu yaş evlatlarının ruhideki milletperverlik, vatanperverlik ruhini uyg'otish, uni taraqqiy qildirish. İkincisi Avrupa devletlerinde yaşayotgan bu şu yaş evlatlarning şu Uyghur İslam medeniyeti bilen Avrupa medeniyeti aralığında kelip chiqadigan medeniyet to'qinishini to'g'ri hal qilishni bolalarga o'rgatish, mundaqcha aytganda şu muhaciret hayatı da duş kelayotgan qiyinchiliklarni qandaq hal qilish to'g'risida o'zimizning beshidan o'tgan va bu Yevropaga bizdan ilgari yerlashib shu masalalarni hal qilgan boshqa millatlarning tajribasidan örnek elip hal qilish choralarini tepib chiqib bu choralarni bolalarga o'rgatish. İkinci birisi hem de şu bir devletdeki bolalarni tunumaydı. Bularni biri bilen tunuşturuş arkalık alaqı bağlaşqa munber hazırlap biriş arkalık kiyinki evlatlarınki şu dava sepede aktif rol oynayışını kolu keltiriş için bu faaliyetini başladık. İnşallah bu faaliyetke keler yılı bu yıl mesela Norvegiyadan adam katnaştı. Keler yılı Xudayim bursa Germaniyadan, Türkiye'den ösmirlerinki çoğmağında vekillerini teklif kılıp vallahi ara halkaralık bir torlaşış, alaka bağlaşış işlerini emelge aşırışını maksat kılımız. Hetgah camiasının aldıda 10 bin kişi usulga selingan. Xitay Şarq Türkistanның simvoli süpti tunulgan Qashqar Hetgah camiasının aldıda 10 bin Uyg'urni usulga saldı. Xitay taratqullarining xabar qilishicha 19 may Xitay sayohat kuni faoliyatining Qashqarda tarmoq maydoni ta'sis qilingan bo'lib, bu kuni Hetgah maydonida 10 bin kishilik mashrab o'tkazilgan. Xitay taratqularida tarqalgan rasmlardan bu yerda bir necha guruh ayolning navbat bilan usulga selinganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Uzun tarixga ega bo'lgan Qashqar Hetgah jamiasi ham islom dinining ham Uyg'ur madaniyatining simvoli sifatida namoyon bo'lib keldi. Yaqinqi yillarga qaraganda erlar Hetgah jamiasida het namozlarini o'qigandan keyin jami maydonida samo silish degandek faoliyatlarni o'tkazib kelgan. Lekin o'tgan yili Xitoyning oralarida masjid imomlari bo'lgan minglagan kishini bu yerda usulga silishi bilan bu yer Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan diniy bostirishlari sifatida matbuotlarda o'ttirga chiqadigan bo'ldi. Türkiye heyeti Kuala Lumpurga yetib keldi. İslam Dünyası Ammaviy Tashkilotlar Birligining 21. navbatli kengash yig'ini Malayziyada ochildi. Bu yig'inga Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon Uyg'urlarga vakolatan qatnashdi. İslam Dünyası Ammaviy Tashkilotlar Birligining 21. navbatli kengash yig'ini 26 maydan 30 maygacha Malayziyaning Sabah orolidagi Kota Kinabalu shahrida ochildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon bu yig'inga qatnashadigan Turkiya hay'ati bilan birlikda 25 may Malayziya poytaxti Kuala Lumpurga yetib keldi. Bu navbatlik yig'in 26 may boshlanib 4 kun davom qiladi. Mazkur hay'at 28 may Sabah o'lkasida ochilgan Islom va dunyoviy adolat nomli xalqaro yig'inga taklif bilan qatnashadi. 31 may Turkiyaning Kuala Lumpur turishliq bosh elchisi bilan uchrashish olib boradi. İslam Dünyası Ammaviy Tashkilotlar Birligi 2005 yili 1 may 100 dan ortiq ammaviy tashkilotning qatnashishi bilan İstanbulda ochilgan bir yig'inda o'rtaq qaror ma'qullab qurilgan. Hozir dunyoning har qaysi joylaridagi 63 davlatda 312 a'zosi bor. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati mazkur birlikning a'zosidir. Rabia Qodir xonim dunyo axborot vositalariga Uyg'ur musofirlar masalasi haqida doklad berdi.
Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Rabia Qadir Xanım başçılığındaki vekiller ömüki Tokyo'daki Devlet Axbarat e'lon qilish markazida xalqarалық muxbirlarni kutib olish yig'ini ochdi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Rabia Qadir Xanım başçılığındaki vekiller ömüki 24 may Tokyo'ga yetib kelib, Yaponiyadagi ziyoratini boshladi. Bugun Tokyo'dagi Devlet Axbarat e'lon qilish markazida xalqarалық muxbirlarni kutib olish yig'ini ochdi. Rabia Qadir Xanım 24-soat tushdan keyin Tokyo xalqaro aerodromiga yetib kelgan bo'lib, Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining a'zolari va Uyg'ur masalasini qo'llaydigan bir qism kishilar uni kutib olgan. Aerodromda Yaponiyaning bir qism radio, televiziya va gazetalarining muxbirlarining savollariga javob bergan. 25 may Tokyodagi Davlat axborot e'lon qilish markazida xalqarалық muxbirlarni kutib olish yig'ini ochilgan. Yig'in 1,5 soatlik davomlashgan bo'lib, Rabia Qadir Xonim Sharq Turkiston vaziyati va Uyg'ur musofirlari haqida doklad bergan. Orqadan muxbirlarning savollariga javob bergan. Bu yig'inga CNN, BBC, AFP, Al Jazeera, Reuters qatorliq xalqaro agentliklarning 50 dan ortiq muxbiri qatnashgan. Eginlashcha Rabia Qadir Xonim boshchiligidagi vakillar o'makining Yaponiyada doklad so'zlash faoliyatini Yaponiya Uyg'ur birlik tashkiloti tashkillagan bo'lib, faoliyatga Yaponiyadagi nufuzli ommaviy tashkilotlardan Yaponiya Qurultiyi, Kuritaki Asiya Munbiri qatorliq tashkilotlar bilan hamkorlashgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi muavin raislaridan Seytum Turkmo muxbirlarni kutib olish yig'iniga qatnashgan. Xitoyning depiga usul o'ynagan turk hay'at. Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Urumchi, Xi'an qatorliq joylarda ziyoratda bo'lgan turk hay'atning Xitoyda musulmonlar dinlarini o'rganish va amal qilishda keng erkinlikka ega ekan degan qarash bilan qaytib kelganligi diqqat tortdi. Ularning ichida hatto Xitoyning Sharq Turkistondagi besim siyosatlari haqida qalam tavratgan kishilarmi bor. Türk akademiklar, jurnalistlar va tadqiqotchilardan tashkil topgan bir hay'at Urumchi, Xi'an qatorliq joylarda ziyoratga o'rinlashtirilgan. Bular ziyoratdan keyin Xitoyda musulmonlar dinlarini o'rganish va amal qilishda keng erkinlikka sahib ekan degan qarash bilan qaytib kelgan. Oralarda Xitoyning Sharq Turkistondagi besim siyosatlari haqida qalam tavratgan kishilar bor bo'lgan bu hay'atning ziyoratdan keyin biroqli Xitoy tarafdori bo'lib ketishi diqqat tortdi. Turkiya Xabar Yildizi to'rining 24 may xabar qilishicha, Türk hay'at Yipak yo'lda Xinjiang faoliyati doirasida Urumchidagi Islom institutida ziyorati bo'lgan. Ular u yerda maktab rahbarlari, o'qituvchi va o'quvchilar bilan uchrashtirilgan. Bu hay'atning tarkibida xalqaro strategik tadqiqot organining muavin boshlig'i Selçuk Cho'laq o'g'limi bor bo'lib, u bu haqda butun din mansublarining dinlarini o'rganish va yashash jihatda erkinligi borligini ko'rdik degan. Selçuk Cho'laq o'g'li Uyg'urlarga uncha yot bo'lmagan bir ism. U bundan burun Xitoy-Turkiya munosabatlari va Uyg'urlar haqida bir qator maqolalarni yozgan. Ba'zi maqolalari hatto Uyg'urchaga tarjima qilingan. Turkiyadagi Ko'k bayroq to'rida Selçuk Cho'laq o'g'lining 2009-yildagi 5-iyul voqeasidan keyin yozgan Xitoyning Xinjiang, ya'ni Sharq Turkiston siyosiy nomli bir maqolasi bor. U maqolada Xitoyning Sharq Turkiston siyosida saqlanayotgan masalalarni Uyg'urcha maktablarning taqilishi, din va ibodat erkinligining cheklanishi, turk islom asarlarining buzg'unchilikqa uchrashi, iqtisodiy kamsitishdan iborat 4 asosli nuqtaga yig'inchoqlagan. Oxirida bo'lsa Urumchida bosh konsulxona ichish qatorliq 9 turlik taklif bergan. Halbuki bu kishi Xitoy tayyorlab qo'ygan saxta ko'rinishlarni ko'rib kelibla Sharq Turkiston haqida qalaymaqon so'zlashga boshlagan. Bu kishilarning so'zlari texi necha kun burun Urumchiga kirgizilmasdan Turkiyaga qaytarilgan turk sayohat o'mikining ahvoli bilan ro'shan selishtirma hosil qildi. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, Xitoyning musulmon davlatlaridagi diniy olimlar, tadqiqotchilar va jurnalistlarni bunday ziyoratlarga o'rinlashtirishi tunji qatimliq ish emas ekan. Xitoy bu xil siyosatni necha 10 yillardan buyon davomlashtirib kelgan bo'lib, Turkiyada qisman kishilar Xitoyga aldanib, Sharq Turkistondagi zulmlarni inkor qilsa-mu, lekin turk jamoatchiligi umumiy holda Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm siyosatlariga la'nat o'qib kelgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Turkiya Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shuningdek strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Aldın ziyaretimizi qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Rahmat. Doktor, bugungi suhbatimizning birinchi mavzusini shundan boshlasak, hamda hammamizga ma'lum, Turkiyada pat-pat Uyg'urlarning, ya'ni Sharq Turkistondagi Xitoy besimlarining qanday bo'layotganligi axborotlarda oshkorlanib turayotgan bir paytlarda va hatto bir qancha kun burunlam shu bir turk o'joqlarining mansublari bo'lgan bir qancha
Türklerninki Ürümçi kirgizilmey qaytırıp ötülüp bunun bir gulgul bulayotgan bir paytda yani Türk akademiklar, jurnalistlar, tadqiqatçıların tarafı tapkan yeni bir hayat, yani Xitayning o'rinlashtirishi bilan elib berilgan bu Ürümçi Xi'an ziyaratidan keyin Xitayda mayli Tunganlar bo'lsin, mayli Uyg'urlar bo'lsin, o'zininki dinni yashash va xohlagancha erkinlik bor ekan degan bu so'zlarni deb kelishi, buningga qanaqa qaraysiz? Bularning ichida 2009-yil 5-yil voqeasida masalan shu sizning tanıydiganligingizni anladim. Bu strategiya, xalqaro strategik tadqiqot organining muavin boshlig'i Selçuk Cho'loq o'g'li bor ekan. Bu odam 2009-yil 5-yilda Uyg'urlar haqida Xitoyning Sharq Turkiston siyosati haqida maqola yozgan, shunday bir akademik, shunday kishilarning hamda Xitoyning o'rinlashtirgan bir sayahati, Xitoy o'zi o'rinlashtirgan, o'zi bular erkin bormadi u yerga. Xitoy o'rinlashtirib, qo'ldan yetlab olib kelib, bir yerlarni ko'sib kelgandan keyin bunday ishtiklik bilan axborotlarda bu Uyg'urlar hammasi bir yerda erkin yashayapti degandek bunday so'zlarni qilishi sizcha bu nimani tushuntirdi? Mushaqli fikringizni bersam. Xitoy hükümeti 20 yıldan beri özünün xalığan veya moyum kögen adamlarını şu Xitoyga davet kılıp ularning yol pullarını төлep, yegizip, işkizip, köygüzüp, ondan keyin Türkiye'ye qaytırıp etken. Bular kelip hem de Türkiye'de bazıları yazdı. Xitoy nayti, İsil nayti, yaxşı nayti, tarak olup gitti, binalar nayti, igiz olup gitti. Başka yardımı yok degandek narsalarni yazdı. Ama 20 yıldan beri Xitoy'nınki bu tırışçanlığının bir neticesini köklamadı. Yani Türkiye'de hazırgacha halk bulup mu cemiyette Xitoyga bir hayranlık tuyduğan da bir ahval mı yaratılmadı. Hoş. Şununla Xitoy hazır mı şu ilmi adamlarını, strateji mutahassislerini bulup mu Xitoy hakkında tadqiqat kılayotganlarını çağırıp bu yerde mi degizip, ondan keyin Xitoy hakkında bu menfi ahval emas da müsbet taraftan yazışını rica kıldı yani. Ama bazıları kelip yazdı, bazıları kelmeydi. Siz hazırda ötken bu Selçuk Çolakoğlu bu kıtımı berip Xitoyda da bir dini bisim yok, Uygurlar naiti yaxşı yaşavadı degen gaplar bence aşağıdaki Xitoylarninki ta'siriga uçurdu deb o'ylayman. Bu akademik degan adamlar, yani bu alim degan adamlar cho'qim shu akademik axloqiy degan bir narsa bo'lishi lozim. Yani rostni rost deydigan, yolg'onni yolg'on deydigan. Shunga bu akademiklar jamiyatninki oldi saptiki adam bo'la oladi. Agarda siyosetninki aksi kirib, agarda ashuna bo'lib ketsa, u vaqtida buningki akademik ahlaki bozulgan buludu. Bunday adamlar Türkiye'de var, yok emas. Ama Xitoyning tirishsimi bunday bir netice alamaganlığını ben evvelde öttüm 20 yıldan beri bunu göremedik. Hem de Xitoyninki davet kılıvatkan bu Xitoy mutahassislarınki hemmisi Xitoyca bilmeydi. Xitoyca bilmegenken Xitoyninki menbesinden faydalanamaydı. Şununla şu nima material bergen bolsa şunu okuydu. Ya da İngilizce'de nim yazgan bolsa şunu okuydu. Şunga bularninki köz qaraşma aşı təmin qilib bergen, tep bergen materialıyla bağlı. Xitoyninki içki ve taşkı ve şundaqla bu rayon karakterlik siyaseti olsun ve aslanlık milletlerine bo'lgan siyaseti olsun bu cette tepsili bir narsalarni bilib ketameydi. Hem de bu bilmegenlikten töpeylime bir xil hata sözleydigan ahvallarma buludu hem de. Ama yanı bir cetten misalga Türkiye'de milletçi bo'lganlar ya da şu Uygur meselesiga ko'ngil bölgenlerini mi kirgizmay o'tadi. Abeysiz misallarını berdiniz. Hem de bularning hamisi Türk ocaklıktaydı. Bazıları Türk ocaklık emas hem de. Üniversitede pensiyaga chiqqan profesörler bular. Ama bularni hem de şu Uygur meselesini vurumlab yazıdı deb Xitoy bu ensireshdan töpeyli bularni şu chegaradan fayda etken gap hem de. Bu xalqaroninki bu diplomasiya chetdagi kelishimlarga xilop bir mesele bu.
Ama yakın zamanda hem de Türkiye-Xitay münasebeti şu yeni İpek yoludan tüpeyli münasebetler yakınlaşıyordu. Bulup mu Türkiye'nin ki şu karxancılar, sanayiciler, bular hem de Xitay'ın ki iktisadi gücü ve Xitay'ın bazırıga köngül bölgeçke Xitay bilan yaxshi munosabat qurayli deb hukumatga besim ishiltyapti. Yana bir qism bo'lsa, masalan, tashqi ishlar ministrligi bular hamda bu Xitoy bilan dushmanlik bo'lishning hojati yo'q. Amerika, Yevropa, Rossiya bilan munosabatimiz yiriklashdi. Bundan yana bizningki boshqa ag'inlar do'stlarimiz bor deyish uchun, yana Xitoyni ranjida qilgan ishni qilmaslikka tirishyapti. Ama cemiyet unaqa emas hamda cemiyet ularninki ta'tiriga, ya'ni Uyg'urlarga istoqchilik bildiryapti. Hamda hukumatga kelsak, hukumatmi shu abaqa degan karxonchilar bo'lsin, tashqi ishlar ministrligi bo'lsin va cemiyet xalqlarning orasida bir zidlikning ichida qilyapti. Shunga Xitoy siyosatimi shu tampongsizlik, birdan oyoqqa qiyib, birdan oyoq qiyib, ashunday bir ziddiyatning ichida Xitoy siyasetini ilip yürüyordu. Şununla bazen Türkiye'ninki kılan siyaseti Uygurlarga yakıdı, bazen de yakmaydıgan ahvallarımı bu kalıdı hem de. Hazırki vaziyet şu hem de. Yığını bilen davalashni tunji bulup Uygurlarning bayqaganligi ilgari surildi. Türkiye Gazi Üniversitesi yığını bilen davalash usuli bölümünün mas'uli profesör doktor Cemal Çevik yığını bilen davalash usulini tunji bulup bayqaguvchilarning Uygurlar ekanligini o'ttirib qo'ydi. Uning so'zlari bu vaqtdagi munozirlarni keltirib chiqardi. Türkiye Gazi Üniversitesi yığını bilen davalash usuli bölümünün mas'uli profesör doktor Cemal Çevik yığını bilen davalash deyilsa odamning aqliga Xitoylar keldiganligini, lekin Xitoylar taraqqiy qildirgan bu davolash usulini tunji bayqaguvchilarning Uyg'urlar ekanligini o'ttirib qo'ydi. Uning so'zlari bu haqdagi munozirlarni keltirib chiqardi. Cemal Çevik Trakya Üniversitesi Balkan Qurultay markazida o'tkazilgan 9-navbatlik xalqaro ishtirokchi mamlakatlik yig'ini bilan davolash qurultayi va 3-navbatlik tamomlovchi meditsina ilmiy muhokama yig'inida so'z qilib, yig'ini bilan davolash usulining dunyoda uzun tarixga ega ekanligini bildirgan. U yig'ini bilan davolash usuli ustida to'xtalib, vaqtning o'tishiga ergishib, Xitoylar bu usulni qabul qilib taraqqiy qildirgan. Yaponiyaliklar bo'lsa buni elektron usul bilan tunishtirdi. Nemislar lazerlar bilan tunishtirdi. Biz bo'lsak ulardan qaytirib oldik. Go'yo yo'qotib qo'ygan narsamizni qaytadan topdik degan. Yig'ini bilan davolash usulining gapi chiqqanda eng boshda zihnimizga Xitoylarning keldiganligini aytgan Çevik mundaq degan. Xitoylar buni taraqqiy qildirdi. Biroq Uyg'urlar bu usulni tunji bo'lib tepib chiqdi. Shunlashqa yig'ini bilan davolashga munosabatlik turaqliq iboralarning bir qismi turkchidir. Çevik yana Turkiyada yig'ini bilan davolash sohasining bargancha kengayotganligini bildirgan. Uning so'zlari ijtimoiy taraqqularda tarqalgandan keyin munozara qo'zg'adi. Ne'matullo Rashidi ismli kishining Facebookda qoldirgan inkosi aytilishicha, u 2004-yili Avstraliyaning Sidney shahrida chaqirilgan bir yig'inda yig'ini bilan davolash Uyg'urlardan kelib chiqqan nomli maqolasini o'qigan. Turkiyada yangi hukumat qurildi. Türkiye Devlet Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Teraqqiyot Partisi'nin yeni reisi Binali Yıldırım'a Türkiye'nin 65. nöbetlik hükümetini kuruş vazifesini verdi. 24 May Binali Yıldırım yeni hükümetin kurulganlığını e'lon qildi ve kabin tizimlikini aşkarladı. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu Devlet Reisi Recep Tayyip Erdoğan'a istifanamesini sundu. Erdoğan Adalet ve Teraqqiyot Partisi'nin yeni reisi Binali Yıldırım'a hükümet kuruş vazifesini verdi. 22 May Adalet ve Teraqqiyot Partisi 2. navbatli qurultayini chaqirdi. Qurultayda partiya reisi Ahmet Davutoğlu istifa berib, o'rniga Binali Yıldırım reislikka saylandi. Qurultaydan keyin Davutoğlu Cumhur reislik sarayıga berib istifanamesini sundi. Arqadan Erdoğan Binali Yıldırım'a Türkiye'nin 65. navbatlik hükümetini kuruş vazifesini verdi. 24 May Binali Yıldırım yeni hükümetinin kurulganlığını e'lon qildi ve kabin tizimligini oshkorladi. Yeni hükümetinin Uyghur siyasetida qanday o'zgarishlarning bo'lganligi Uyg'urlarni qiziqtiradigan nuqtalarning biri bo'ldi. Binali Yıldırım vazifa topshirib olish nutqida ojiz va mazlumlarga davomli ega chiqadiganligini bildirdi ve yo'limiz Erdo'g'anning yo'ldir deb ta'kidladi. Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha yeni hükümetning Uyg'urlarga qaratgan siyosatida burunqidan ko'p o'zgarish bo'lmaydi ekan.
Dünya İnsanperverlik Yığını İstanbul'da açıldı. Türkiye Cumhuriyeti tuncu qitim uyuşturgan Dünya İnsanperverlik Ali Derecelikler Yığını İstanbul'da açıldı. 2 gün davamlaşkan yığınga Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibi Ban Ki-moon, Germaniya Baş Ministri Angela Merkel bilen birlikte 60'ga yakın devlet rehberi, ammevi teşkilat vekilleri, ilmi sahadakiler ve halkara organlar katnaştı. 2 gün davamlaşkan bu yığınga Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibi Ban Ki-moon bilen birlikte 60'ga yakın devlet rehberi, ammevi teşkilat vekilleri, ilmi sahadakiler ve halkaralık organlar katnaşkan. Yığınga sahipxonlik qilgan Türkiye Cumhuriyetining raisi Recep Tayyip Erdoğan echilish nutqida musofirlar uchun yordam chaqiriqi qilgan. O yangi yordam berish organi qurib, musofirlarning yukini bo'lishni o'ttirg'a qo'ygan. Birleşken Milletler Teşkilatı musofirlar ishlari bo'yicha muavin bosh katibi İstanbulda chaqirilgan bu yig'inning tarixdan buyangi tunji qitimliq ish ekanligini bildirgan. Bu qitimqi yig'in xalqarалық axborotlarda keng xabar qilib tarqatildi. BBC to'rida bu qitimqi yig'inning orqa ko'rinishi haqida mundaq ma'lumotlar berildi. İnsanperverlik yordamiga ehtiyojli odam soni 2 dunyo urushidan buyon eng ko'p bo'lib 125 million kishiga yetgan. Yer sharida uy makonidan ayrilgan musofirlar soni 60 million. Navbatda 20 milliard Amerika dollari yordam mablag'iga ehtiyoj bor. Yig'inga qatnashgan 60'ga yaqin davlat rahbari ichida Germaniya Bosh ministri Angela Merkel va Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibi Ban Ki-moon bor. Xitoy taratqullari Amerikaning Xitoyga qarshi Vyetnamni yeniga tortib atganligini tilga oldi. Amerika Vyetnamga qaratgan qoral embargosini amaldan qoldirdi va milliard dollarlik savdo kelishimi imzolandi. Amerika prezidenti Barack Obama'nın Vyetnamga qilgan 3 kunlik ziyarati kuchli diqqat tortdi. Amerika Vyetnamga qaratilgan 40 yillik qoral embargosini amaldan qoldirdi va milliard dollarlik savdo to'xtami imzoladi. Xitoy taratqullari Obamani Xitoyga qarshi ittifoqdosh tortib atadi deb inkos qaytardi. Obama Vyetnam ziyaratining tunji kuni Amerikaning Vyetnamga qarata yurgizilayotgan qoral setib berishni man'iy qilish embargosini amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Qoral embargosining amaldan qoldirilishi Amerika va Vyetnam munosabatidagi cho'ng bir to'salg'ini chiqarib tashlaganlik deb qaraldi. O ziyaratining 2 kuni Janubiy Xitoy dengizi talash tortishini tinch usulda hal qilish chaqiriqi qilgan va cho'ng davlat kichik davlatni bo'zaq qilmasligi kerak degan. Bu Xitoy taratqularida norozilik inkosi paydo qildi. Xitoyning yer shari vaqt kelsa e'lon qilingan maqolada Amerika amaliyotda yeniga Xitoyga qarshi ittifoqdosh tortishni o'ylaydi va Janubiy Xitoy dengizi vaziyatini yanada qalaymaqonlashtirdi deyilgan. Senatorning harbiy ishlar sahifasidami analiz maqolasi e'lon qilinib, atrofdagi davlatlarning Amerikaning jang harvasiga chiqayotganligi ilgari surilgan. Vyetnam Avasiya shirkati Amerikaning Boeing shirkatidan 100 dona Boeing aeroplani sotib olish to'xtami tuzgan bo'lib, umumiy qiymati 11 milliarddan oshadi ekan. İki shirkat dushanba kuni to'xtam imzolagan. Vyetnamda ziyarati bo'layotgan Amerika prezidenti Barack Obama va Vyetnam davlat raisi to'xtam imzolash murosimiga qatnashgan. Vyetnam shirkati yana qiymati 3 milliard dollar bo'lgan motor sotib olish to'xtami imzolagan. Shuning bilan birga seshanba kuni Amerika bilan Vyetnam Amerika tinchlik atritining Vyetnamning Hanoy va Ho Chi Minh shaharlarida inglizcha tarbiyash qanot yaydirishiga yo'l qo'yilgan bir turli kelishim imzolagan. Amerika kelar yildan boshlab Vyetnamga 20 atrofida tinchlik atriti fidoilari avatadigan. 1975-yili Vyetnam urushi oxirlashgandan keyin Amerika Vyetnamga qirg'uvchi qo'lal setib berishni to'xtatgan. 1984-yili Amerika hukumatı rasmiy holda Vyetnamga qo'ral embargosi yurgizgan. Tahlil qilinishicha bu Amerikaning Osiyo Tinch okeanga qaytish strategiyasiga mos kelgan. Janubiy Xitoy dengizida Amerika va Xitoy orasidagi surkilishning davomlashishi bilan Amerikada Vyetnamga bo'lgan qoral embargosini amaldan qoldirishga bo'lgan moyillik kuchaygan. Afg'oniston talibanlari yangi rahbarini saylab chiqdi. Afg'oniston talibanlarining rahbari Molla Axtar Mansur Amerikaning bombardimonida hayotidan ayrilgandan keyin Taliban chorshanba kuni yangi rahbarini e'lon qildi. Afg'oniston talibanlarining rahbari Molla Axtar Mansurning Amerikaning bombardimonida hayotidan ayrilganligi o'tirg'a chiqqan edi. Chorshanba kuni Taliban o'zining yangi rahbarini e'lon qildi. Shanba kuni Amerika armiyasi bir qatimliq uchquchisiz aeroplan hujumida Afg'oniston talibanlarining rahbari Muhammad Mansurni o'ldirganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezidenti Barack Obama dushanba kuni bayonot e'lon qilib, Mansurning o'ldirilganligi haqida to'xtalgan.
Obama Mansurning tashkilotining izchil Amerika va uning ittifoqdoshlariga qarata hujum planlaganligi va yurgizib kelayotganligini tilga olgan. U yana Mansurning Afg'oniston hukumatining tinchlik suhbatiga qarshi turib kelganligini bildirgan. Afg'oniston istixborot organi yakshanba kuni Mansurning Pokistondagi Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan bir o'rinda havo hujumida o'lganligini dalillagan. Permida ziyorati bo'layotgan Amerika tashqi ishlar ministri Jon Kerri Mansurning tinchlik suhbatiga bevosita qarshi turganligini tilga olgan. Talibanning bayonotida Molla Mansurning o'limi jazmlashtirilgan va uning o'rniga Mavlaviy Haybatulloh Axundzodining tayinlanganligi bildirilgan. Bayonotda aytilishicha, Shura yig'ini orqali Axundzoda Talibanning yangi rahbari bo'lib tayinlangan. Barliq Shura a'zolari uningga bay'at bergan. Molla Umarning o'g'li Yaqub va Haqqoniy Axundzodining muavinlari bo'lgan. Bu vaqtdagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Axundzoda hozirgacha Talibanning shar'iy hukmlariga mas'ul bo'lib kelgan ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.